Hammaga assalomu alaykum. Bahor faslining 3-oyi, ya'ni may oyida ham nima uchun parrandalar tovuqlar tuxumga kirmayapti? Shu haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Buni eng katta 5 ta sabab bor. Birinchi sababi bu yem sifatining juda ham pastligi. Ya'ni tarkibida oqsil bo'lgan yemlarning parrandalarga berilmasligi. Kun davomida har kuni bir xil yem berilishi bu parrandaning tuxum qo'yish sifatini tushib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi bu parrandaga kalsiy va D vitamini yetishmasligi. Agarda shu holat ham takrorlanadigan bo'lsa, parranda tuxum qo'yishda suskashlikka yo'liqadi va o'z-o'zidan tuxum qo'yish foizi juda ham tushib ketadi. Uchinchisi bu transportirovka, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilganda parranda shovqinli yoki boshqa hayvonlar bilan birga yuradigan holatda bo'lsa, albatta bu holat ularga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ular stressga tushishni boshlaydi. Bu o'z-o'zidan tuxum qo'yishiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. To'rtinchisi bu parrandaga yetarli yorug'lik berilmasa, ya'ni o'rta hisobda bir sutka davomida 10-12 soat davomida parranda yorug'likni ko'rish kerak. Va beshinchisi bu parrandani haddan tashqari yosh yoki haddan tashqari yoshi katta bo'lsa, yosh bo'lsa tuxum qo'yish koeffitsiyenti hali past bo'ladi, sekin-sekin u o'z normasiga tushadi. Agarda yuqoridagi 4 ta holatni bartaraf qilgan bo'lsangiz, agar yoshi katta parranda bo'ladigan bo'lsa, uni shunchaki go'shtga boqish maqsadga muvofiq tuxum yo'nalishiga u yaramaydi. Parranda qancha yoshi katta bo'lgan sari tuxum qo'yish foizi shuncha tushib ketadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskalarni bosib qo'yinglar, kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Hammamizni parrandalarimizga baraka bersin. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.